ko'zlaring poyingga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Yor uyida mohirasan necha zamonlar. Yaxshini ham yomon deydi o'zi yomonlar. Yolg'onligin oshkor bo'lar bir kun gumonlar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Tumanimizda tashkil qilingan xotin-qizlar bayrami oldi konsert dasturida ishtirok qilyapmiz. Bu uchun barcha xotin-qizlarimizni yaqinlashib kelayotgan mana shu go'zallik ayyomi xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Doimo sog' salomat bo'lishsin. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Bugun tumanimizda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami keng miqyosda nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan tumanimizdagi, viloyatimizdagi, respublikamizdagi, qolaversa butun dunyo ayollarini ushbu kun bilan chin qalbimdan, qolaversa tuman hokimligi nomidan muborakbod etaman.